Jiyanlarim, biz uyga borib keldi-ketdiga qarab turamiz. Salla Qur'on tilovat qilib o'tarsanlar. Keling. Assalomu alaykum. Bekzod aka, bandalik aka, Alloh sabr bersin. Sizni shep so'rayotgandilar. Xo'p, yuring. Aka, tinchlikmi? Tinch ukam. Tinch bo'lsa bo'ldi aka. Ukam, shoshma, senda bir ish bor edi. Aka, jazarilmasmidi? Bugun nikohga zakazim bor edi. O'shani chiqarib berishim bilan kelaman. Shoshilyotgandim-a? Bo'lmasam ishini bemalol bitirib kelaver, kelganingdan keyin bemalol o'tirib gaplashib olamiz. Omad ketsa ham berganda shukr qil, olganda sabr. Shoshilib o'zingga Shogird, mana tandir nonni sotuvga bersa, bundan keyingisini to'y zakasiga beramiz. Tushundingmi? Shogird to'yxona zakasini moshinamga ortib oldim. Ishdan keyin bo'lmasa gazliga qarab yig'ishtirib ketarsan o'zing. Bo'pti, yaxshi dam ol. Tinchlikmidi aka? Zarur ish bor deganingizga vohliroq kelaverdim. Ukam, senga qanaqa qilib aytishni bilmayman. Xullas, pul kerak menga. Tinchlikmi aka? Moshinamni arendasiga deb yig'ib qo'ygan pulim bor. Xohlasangiz, o'shani berib turaman. Yetadimi? Yo'q, ukam. Katta pul kerak. Nima bo'lyapti aka? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Shunga uyni sotmoqchiman. Tushunmadim aka. Ota-onamdan qolgan nashi yashab turgan uyimizni aytyapsizmi? Ha, shu uyga yetyapman. O'ylab gapiryapsizmi aka? Shunchalik sizni yashab turgan uyimizni sotishga nima majbur qilyapti? Vaziyat shuni taqozo qilyapti. Aka, siz menga bu uyni qanchalik qadrliligini bilasizmi? Har bitta burchagida ota-onamni qancha mehnat yotibdi. Undan keyin aka, ota-ona o'tgandan keyin farzand degan, o'g'il degan ota-onasini chirog'ini yoqib o'tirmaydimi? Bu hayotda sen tushunmaydigan narsalar ham bor. Tushunamanmi, tushunmaymanmi? O'zingiz uchun bilib qo'ying. Bu uy sotilishiga hech qachonman rozi bo'lmayman. Men sotamiz deyapman. Men sizga noroziman deyapman. Birinchidan, sen menga baqirma. Men sana akayman. Bu narsa qilib qo'ymasimdan. Yo'qol uydan. Hop, men uydan ketaman. Lekin o'zingiz uchun bilib qo'ying aka. Ota-onamdan qolgan uyni men hech qachon sottirmayman. Shogird telefonda ko'tarmayapti-ku. Shonani kalti ham unda edi. Hozir borib chaqirsam, uydagilar noto'g'ri tushunsa kerak. Nima qilsam bo'lar ekan-a? Voy. Kunni sovuqligini. Mayli. Shogird azorlab shonani ochadi-ku. Unga cho'ti dam olib turaman. Voy. Kun ham sovuq ekan. Shu sovuqda ukam qattiq yurgan ekan. Bu narsa qilib qo'ymasimdan. Yo'qol uydan. Ukamni ham bekor xafa qilib qo'ydim. Akammi? Tushunmadim. Qo'lida uydagi mendimi? Hozir menga uy sotish ko'rsatib qo'yaman men. Orqasidan boruvchi uy kimga sotayotgan ekan? Doktor, analizim javoblari qanaqa chiqibdi? Yaqin kunlarda qattiq his qilib asabiylashuvmidingiz? Yaqinda otamlar o'tib qolgandilar. Keyin ukam bilan ham ozgina gap talashib qo'ygandim. Yana qolgan muammolar shularni ozgina o'ylab siqilgandim. Tushunarli. Doktor,
Keyin bularni nima aloqasi bor? Ochig'idan bemalol aytavering. Analiz javoblariga qaraganda miyangizda o'simta bo'lgan. Oxirgi kunlarda qattiq siqilish natijasida o'simta rivojlanib, miya saratoniga aylangan. Ochig'ini aytavering, yosh bola emasman. Qancha umrim qolgan, doktor? Biza kim bo'lmasa, kimni umri qancha qolganini aytadigan. Noumid bo'lmang. Hammasi Allohdan. Doktor, hozir oldingizdan chiqqan odam nimaga betdi? Odilov aytyapsizmi? Ha, Odilov. Kechirasiz, siz Odilovga kim bo'lasiz? Bitta qorindan talashib tushgan. Ukasi bo'laman. Ha, shunaqa deng. Akam bo'ladi. Tezroq ayta qoling. Nima qilyapti betdi? Akangiz miyalarida o'simta bor. Ya'ni miya saratoni. Tushunmadim, doktor. Nimalar deyapsiz? Tahlil natijalari hammasi shuni ko'rsatyapti. Hozirgi vaqtda dori-darmon bilan yaxshi parvarish kerak. Men sizni tushundim, doktor. Yana kelaman oldingizga. Rahmat. Aka! Aka! Qattasiz? Aka? Ukam. Shuncha kundan beri qayerda yuribsan? Nimaga menga bir og'iz aytmadingiz? Nimani aytishim kerak edi? Aka! Bo'ldi qiling. Hammasini o'tiringizdan eshitdim. Ha. Uni aytyapsanmi? Bir og'iz aytsangiz bo'lardi-ku. Nimani aytay? Guldek oilamni saqlab qololmaganimni aytaymi? Shu yoshga chiqib bitta tayinli ishni boshini ushlamaganimni aytaymi? Ota-onam rahmatlidan qolgan uyni nimaga sotmoqchi bo'lganimni aytaymi? Bitta-yu bitta ukamga akalik qilolmaganimni aytaymi? Ayt! Nimani aytay? Ayt ukam! Aka, mana ichiri. Shu kuni qizish ketdim aka. Siz hech nimani o'ylamang. Makoningizdaman. Men o'zim qarayman sizga. Faqat siz asabiylashing aka. Sizga asabiylash mumkin emas. Men borman oldingizda. Men borman o'zim aka. Assalomu alaykum aka. Men bor o'zi. Kech bo'lganda bezovta qildim. Mashinani qaytarib bermoqchi edim aka. Tinchlikmi? Tuppu-tuzu to'lab ketding. Yo, ozgina qolgan edi-yu. Ozgina Allohdan sinov kelib, jigarim akam kasal bo'lib qoldilar. O'shanga akamga qarashim kerak. Dori-darmon deganlaridek. Shunga arenda menga og'irlik qiladi aka. Ukam, agar mashinani o'zini aybi bilan tashab ketadigan bo'lsa, oyiga $300 dan Suxoy hisobida pul olib qolaman. Lekin sen akam kasal deyotganing uchun sendan $100 dan olib qolaman. Faqat to'g'ri tushungin. Meni ham tirikchiligim ukam. Shunisiga ham rahmat aka. Gap bo'lish uchun rahmat. Nimadir o'zgarish bormi? Doktor, Hozircha bir narsa deyish qiyin. Akangizlarni ikkinchi xonaga olib kiring. Hamshiralar analiz olishadi. Keyin siz uchrashib keting menga. bo'ladi. Akajon, yuring. Chiqib kelamiz. Yura qoling. Nima gap, doktor? Aytavering. Analiz javoblariga ko'ra ahvollar og'irlashyapti. Bu yog'iga og'riqlar boshlanadi. Men sizga retsept yozib beraman. Vaqti-vaqtida dorilarni yetkazib berib turing. Xo'p. Tushunarli, doktor. Assalomu alaykum. Retsept bo'yicha dorini olgani kelgandim. Rahmat. Ha. Aka, tuzukmisiz? Dorilarni olib keldim. Aka, yaxshimisiz? Hozir dorilarni ichasiz. Hozir. Biznes qilaman deb aka mendan katta pul oldi. Ishi o'xshamay qarz bo'lib qoldi. O'rtada Adezil rahmatli ham olamdan o'tib qoldilar. Janozaga kelganimda barakalarni o'tkazib, uy sotib pulni qilib beraman dedi. Hozirgi paytda aka mendan qochib yuribdi. Topolmayapman. Aka, akam sizda qochib yurganlari yo'q. Ozgina sabablari bor. Hozirgi kunda vazirlari yo'q. Akamni qancha qarzlari bo'lsa, mana men bo'ynimga olaman. Faqat menga 2 oy uxlat bering,
qo'lingizdan kelsa kuningizga kuysangiz kuyasiz, lekin kuningizga kuymaysiz. Iltimos aka. Voy! Ukam dorim olibdi. Hamma yoqim qaqshab ketdi ukajonim, dorim olibdi ukam. Chidolmayman ukam. Dorim olibdi. Oxirgi variant operatsiya qilishimiz qoldi. Lekin akangiz operatsiyadan qanaqa chiqadi, unga biz javob bera olmaymiz. Xullas 50-50. Sizni tushundim doktor. Shu sababini ham qilib ko'raylik. Ertaga menga armon bo'lib qolmasin. Bu yog'i Allohdan. Unaqa bo'lsa, akangizlarni operatsiyaga tayyorlang. Ertaga olib kelsangiz, indinga operatsiya. Kechirgin gohida beboshlik qildim, tajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxunlik qildim, dilxushlik qildim. Nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Haling so'ralmadim, yoshim to'kaman, nega asralmadim, iztirob chekaman. Qadringga yetmagan men qanday ukaman, dunyoga keltirgan bir pushti kamar. Bemor bo'lganingda olmadim xabar. Akajon, ishlamani o'ylamang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningizdaman. Kuzatdim sokin, hatto begonalar. Aka uka ikkalovinglar boshinglardan shuncha narsa o'tkazsalar-da. Ha aka, nima bo'lsa ham sekin-sekin jigarim, akam Xudo xohlasa oyoqqa turyaptilar. Siz bilan kelishgan muddatimizda ozgina o'tib ketdi. Mana bu uy hujjatlar aka. To'g'risini aytsam, aka uka ikkalovinglarning oqibatinglarni ko'rib havasim keldi. Meni ham ikkita o'g'lim bor. Bolalarimning oqibati iloyim sizlarnikiga o'xshagan bo'lsa, lekin to'g'ri tushuninglar. Meni ham tirikchiligim. Lekin sizlarga bitta taklifim bor. Xo'p aka, qanaqa taklif? Uy hujjatlari o'zingizlarda qolursin. Qarzinglarni imkoniyatingizga qarab bo'lib bo'lsa ham faqat tezroq berarsizlar. Men ham insonman, to'g'ri tushundinglar. Shu pulni bola chaqamni rizqi nasibasi. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Akajon, akamlarni bitta duo qilib qo'ying. Ilohim, farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring iloyim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Allohu akbar. Akajon, yotibsizmi? Akani ham kuzatib yordim. Xudo xohlasa bizani to'g'ri tushundilar. Bundan o'ylab qarasam, sog'lig'ingiz ham ancha o'ziga kelib qoldi. Endi bir ertaga borib, kenayim bilan Xudo xohlasa jiyanlarimni olib kelmoqchiman. Nima deysan aka shunga? Bu yog'iga kelgan, mazza qilib, bitta oila bo'lib yashaymiz. Sekin-sekin Xudo xohlasa ishlab, qarzimizni to'lab yuboramiz. Bu yog'ini siz o'ylamang akajon. Rahmat ukam. Boringga shukr. Boshimga tashvish tushib, sinov kelganda uka degan oliy ne'matni nimaligini keyin bildim. Boshingga sinov kelib, yiqilganingda tirgovich uka bo'larkan. Hamma narsasidan voz kechib, yelkama-yelka turib beradigan uka bo'larkan. Akasiga nimadir bo'lsa, o'zligidan kechib, kerak bo'lsa jonini beradigan inson uka bo'larkan. Uka, hammasi uchun rahmat senga uka. Rahmat. Akam, buni hammasini aka ukani oqibati deyishadi, oqibati. Boringizga shukr akajonim, boringizga shukr. Baxtimga sog' bo'ling. Ishonganim, suyanganim siz, duoyingiz olib yashayman. Bitta qonun, bitta jon akam. Qo'yli, hammasi zo'r-ku. Nima sabab bunga? Doktor aka, buni hammasini sababi jigarlarni, aka-ukalarni bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati bo'ladi. Siz uchun beray